o'ylamasdan turib belgilaysan, tushunyapsanmi? O'ylamasdan turib belgilaysan. Shu avtomat bo'lib qoling. Bali qildi mana shunaqa savollar tashlab borib, 27-dekabr savoli jigarlar. Mana qanday ishlashimiz kerak? Yaxshilab yodlab olinglar, ertaga yana qayta tushishi mumkin. Sertifikat savollar. Demak, u yoqqa o'tkazamiz. 8 plus mana buni 8 2 3-si 8 taqsim 2 ni x-si deymiz barobar. X ni u yoqqa o'tkazib chiqarib olsak 2 ni x-si plus 1 bo'ladi. 8 ni chiqarib olsak 2 ni x-si plus 1 taqsim 2 ni x-si barobar x ko'paygan 2x plus 1 bo'ladi. Mana bu borku go'pimbek. Shunday qisqarib ketadi, chunki bu har doim musbat son. Endi shunda bizga 8 taqsim 2 ni x-si barobar x qoladi. Men shuni shartini o'zgartirib 8 taqsim x barobar 2 ni x-si deyman. Podrobniy zo'r tushuntiraman. Mana shuni grafikini chizsalaring mana bunaqa bo'ladi. Bitta nuqtada kesishadi. Bitta nuqtada kesishgan uchun birorta natural son. Buni joyiga mana shuni logik o'ylab topsak ham bo'ladi, x teng 2. Tushundingmi? X teng 2 da qanotlantiradi. Demak, javobing x teng 2 ekan. Misolda javobini yodlab qol, agar ishlanishini tushunmagan bo'lsang, ishlanishini tushungan bo'lsang, shu misolni tushunib ol, ertaga yana qayta tashlasa, sen demak shuni o'ylamasdan turib belgilaysan, tushunyapsanmi? O'ylamasdan turib belgilaysan. Shu avtomat bo'lib qoling. Davay, yuboramiz shuni.